Ko'pchilik yoshi katta bo'lgani sari teri, yuz terisi, umuman badan terisi ham yangilanishi ancha sekinlashadi va aynan shuning uchun menda ham shu narsalar boshlangani uchun men shunaqa enzimli pudra zakaz qildim. Enzimli pudra bu bir qavat terini ko'chishiga yordam beradi. Uni kamroq qilib ishlatsa, shunchaki penka o'rnida ishlatsa ham bo'ladi. Enzimli pudra shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bunga ozgina suv sepib, terimizni eski qavatlarini tushirishga va yangi qavatlarni ochishga yordam beradi. Bu hammaga kerak bo'ladigan narsa. Buni nafaqat yuzga, balki qo'l terisi, umuman badan terisiga ishlatsa ham bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa, uzumdagi artikelni opisaniyada qoldiraman. Bemalol o'tib zakaz qilishingiz mumkin.